Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash Yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemaklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'shun suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemaklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Bereketli qadamlarimda men organiya ishlatilgan Ochil chash sopini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organiya chash sopilari. Direktor. İşten düştünüz mü? Bu çağı olganda işten düşmey işıq çıqatdın mı? İşkimiz bir paranışmaqsa xo'pdiki. Nemini paranışımız xislaydi, ha? Mende kechirim so'rab, pul ag'il kelgansiz, Axshan. Nima? Nima da'vatsiz? Siz mende kechirim so'rsin to'g'ri bo'larmiki? Kallangizdan da'di bormi ya? Ha? Tunigun pulni bersam, tashrif ketasiz. Bugun nima keldingiz? Ha? Mende kechirim so'rab, shu pulni ag'il kelgansiz. Direktor, men sizga adabsizlik qilib baxmadim. Siz menga adabsizlik qilyapsiz. Shuning uchun siz mende kechirim so'rsingiz to'g'ri bo'larmiki? Ey, bunda yuzingiz qilin qizalasizmi? Ha? Lider hamma sizga debdi-ku. Aminadarning ishini o'qibsiz. Shuning uchun qilganlaringiz uchun mende kechirim so'rang. Tushunyapsizsiz, tushunamidingizmi? Ha? Bu kechirim deganni xato qilgan odam so'raydigan-ku. Shundoq. Siz xato qildingiz. Shuning uchun siz menda kechirim so'rang. Siz nima qo'rqinchli qizalarsizlar? Ha? Mushu vaqtgacha agi deganmigingiz bikoga emaskanda sizdan. Siz mush deganlaringiz uchun menda kechirim so'rang. Direktor, men bu yil endi 29 yoshga kirdim. O'tgan 8 yilda men shirkat uchun jafoliq tirish pishildim. Siz haddidan bek ashurvatdingiz, direktor. Men hech qachon boshqalarning chapinda ta'linib baxmadim. Men har vaqt o'zimning kuchiga tayinib mushu o'ringa keldim. Tushundingizmi? O'zingizning kuchiga tayingan bo'lsangiz, nima ish qilsiz liderning kayniga yoshirinib, ha? Mening ishxonamda ishlab boqsangiz bo'lmamdi. Siz sizning ishxonangiz ishlashimni shunchalik orzu qilsiz, shundaqmi? Shunda qilalamsiz xislatmidar? Shundaq. ishxon mudirligidan odatdagi kotiblikka tushsangiz, amalingiz xilili tushib ketgan bo'ldi xislat. U vaqtida xizmatdoshlaringiz sizni sog'liq qilishi mumkin. Son Shuhratga shuncha amroq qiz. Bu ahonatga chiday olasizmi xislatmidar? Agar chiday olsam-chi? Bir oy ishchidilam. Monqillaringiz cho'g'ilib ketib qolasizmikin xislat? Mudar. Siz meni shunda bo'shchaqlab qolgan o'xshamamsiz, Po'lat direktor. Ashta qilalamsiz. Bo'ldi. Men atidan boshlab direktorning kotibi bo'lay. Agar bir oygacha monqam cho'g'ilib ketib qolmasam, siz aytganlaringiz ham qilganlaringiz uchun mendan kechirim so'ray olamsiz, direktor. Albatta. Kasbimni ko'ziga ilmaganligingiz uchunmi kechirim so'raysiz?
Agar sizlar shunday qila olsangiz, men cho'qqim kechirim so'rayman. Hisob. Hisob. Hava o'zgarib ketdi. Gulzar, seningcha Cesur qandaroq ekan? Bo'lamdikan? Qarmoqqa xil bo'lgandek qildi. Ko'zimga xil issiq ko'rindi. Biroq oilasi toza mos kelmaydigandek qilamdi, qandoq? Ey, bola yaxshi bo'lsa bo'ldi. U doktorxonamiz kelgani 3 yil bo'lgan bo'lsa-mu, xizmati intayin tirishchan, bak mas'uliyatchan bola. Agar uni kuyovlik qilib olsak, kim xaplisi gulchakkandek ish bo'ldigina. Nima deydigansiz? Bo'ldi qilgan ama oilasidan mos kelishim bek muhim-jimi? Ey, mos kelmaydigan nimasi bor? Voy aka, hiç oturupsan bu yağmurda. Xeridar mı yok ki? Şu yağmur pek yağıp gidiyordu. Vallahi kalta kıldı ki. Voy aka, kichik bola olmagandikin o'zlar bir amalni qila. Ya etdigen çıkıp bakanda kuluda günlük mü yoktu bularning. Ulardan ensirmigina aka, kesh yop ketdi, kesh tamog'imni sovib ketdi. Bo'ldi, do'konni taqab uy kira. Sen çıkış tuğunla hazır juruşturup aklımda çıkma. Endi hayal olib qolmay tezroq kirginjimi? Bo'ldi. Hazır. Bir ay ichida kuydi ko'p yig'ishtirmisan. Nima? Oy, Ada, ben qaytib keldim. Keldin balam? Ha. Ben odu kapsan da. Yo'q, taksida o'sib keldim. Tamak yedingmi? Tamak yedim. Dada. Oy, akıllı kızım, qaytib keldingizmi? Ha, to'nglab ketibsiz-da. Tamakçı. Yedim. Hey, işte kirib ketinglar. To'nglab ketibsizlar. Jura. Oy. Bu kecha talada yursiz-ku balam. Parvar ammam bir narsa kerak buyurganda akirdim. Asta. O parvarni. Kechada Qaysarni buyurmandi bundan ishqa. Qaysarchi balam? Qaysar akam tamoq yeb uxlab qoldi. Ana. U uxlaydi-da, uxlaydi. Tag'a, do'konni taqamabsiz-ku. Endi taqayma balam. Siz kirib dam olavering. Tag'a, Qaysar akam sizga yordamlashmamdi. O yordamlashida balam, yordamlashida. Qani, kiring. Men yordamlashay, istik bo'ldi. Ya bo'ldi. Tan taqaylik, chiroq. Ma'qul. Lekin siz ko'tarolmaysiz-ku deyman. Ko'tarayman. Oy, ko'tardik-a. Keling.
Saat 6 bo'ldi balam hozir. Ha, bugundan boshlab direktorning katibi bo'lib ishlagan bo'ldim. Shuni oldirayman dedi. Nima? Daringiz tushibdimi? Ha, yo'q, unday emas. Shirkatda bir ish bo'lmoqchimmi? Yo'q. Men sana bir kun ayrim deb beray. Juma dada. Oldirayman. Bo'ldi. Yo'lda diqqat qilan bo'laman. Xizmat mudirima. Po'lat direktor hozir uydan chiqib shirkatga mangdi. Ma'qul, uqdim. Atigaliginiz xayrli bo'lsin, direktor. Bugundan boshlab direktorning ishxona katibi bo'ldim. Ismim Xislat. Bundan keyin texim yaxshi ishlashga tirishaman. Sarang bo'lib qoldingizmi ya? Ha? Bundaq zo'mzo qilingan hurmatni faqat qilmayman. Sumkasini men getirib olay. O'zim sumkasini o'zim getiraman. Ayas men getiray. Qilmang dedim. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Vətən erkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Bu şoxluqlar məndila. Bu güzellik məndila. Bu sərxillik səndila. Hər gün, hər cayının yarışığı, pərilər min rəng ləvsürüqləri. Pərilər. Mən Dilkan Xalqara Soda Çəkiliş şirkəti tajdorligini olgan Ata Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Şala bekma kızı bitti o. Bundan keyin xizmatingizning qulaylik bo'lishi uchun kitob jazir hujjatlaringizni radlavatdim, direktor. Qaltis. Bir kunlik qilib oldingizmi mush ish ola ishni? Hamma ish pokislikdan boshlanadi emasmi? Yaxshi. Sizga tunji kuni chiqib tushib, menga yaxshi ta'sir qoldiray deb o'ylab qolibsiz-da, xislatga. Mening sizga qanday ta'sir qoldirishim men uchun ancha muhim emasligini siz mendan yaxshi bilasiz, deymi, direktor? Shundaqmi? Ama bu yerdeki işler benim o'ylig'im bo'yicha bo'lishi kerak. Mana narsalarmi mening o'ylig'im bo'yicha qo'yilishi kerak. Bo'lmasa diqqatim chechilishdi. Tushundingizmi? Dastlabda kunamassigingiz mumkin, lekin ishlatgandan keyin rozi bo'lib qoladingiz. Ma ishni yutotamsiz xislat. Ha? Kechiring. Bu ishlar hammasi mening odatim bo'yicha bo'lishi kerak. Mana narsalarning hammani joy-joy qo'yib turdim. Bo'ldi, direktor. Deganingizdek bo'lsin. Endi ma choy. Dadam yoqtirgan choyni men yoqtirmayman. İkimiz iki xil adam. Men atdiganlar qahva ichib odatlangan. Shunga menga atdiganlar qahva demlab turing. Tushundingizmi? Moka bo'lsin, qansiz,
qınıq dəmlənген bolsun. Esim tutma direktor. Ma, sizə kirgan ma? Bu mening sizga bo'lgan ko'nglim. Ha, chiqibdi bu. Chiqibdim. Kechiring. Kechiring direktor. Yana boshqa ishlar bormi? Atiq bir muncha vaqtimni oldingiz. Kechiring, men diqqat qilay. Ha. 5 minutgacha bugungi ma'lumot qatnashadigan faoliyatlarning dokladini menga yetkazib turing, ha? Bo'ldi direktor. Ishni bitam. Mana. Xislatga qabul turish choralarim. Xizmatni inkor qilish, rad qilish, qat'iy maqtamaslik. Bu xizmatni rad qilsam, albatta maqtamayman. Shunday qilsam menga taslim bo'lmay amal yo'q. Lekin aşırı etmesligim gerek. Pek aşırı etsem bu partlaydı. Hatta dadam mı bunu artık yakalamsa sonulaşka pek aşırı etmesligim gerek. Ama bir yerde mening deganim esa Shuncha jiddilashgidek nima ish bo'ldi? Voy aka, xislat ko'chada rost bir yigit bilan urushib qopdimi? Ha. Shu ishmidi? Ha. Siyg'izqining dab bo'pti-da san, ha? Voy aka. Voy kuyog'limdan oldi bilan yabanlamay, menga nima ish bo'lganligini bir deb ber-a. Nima bo'pti? Sen biza kishilar urushib qolmagandek gap qilsizlar. Voy aka, bu degan baqu bizga berilgan bir bishorat. Nima bishorat? Ay, ko'niladi baqu. Qiz bola cho'ng bo'lsa, xuyi buzildi, o'g'il bola cho'ng bo'lsa, uni buzildi degan gap bor. Tamasdo. Voy aka, biz baqu hozir qizlarga yordam qilmasak bo'lmaydigan vaqtga kelib qopdi. Ukam, deyna qanday yordam qilamiz? Loyiq topamiz. Dana. Rahmat opa. Apa? Bir ish yo'qdi. Bir xil qarab o'tirib ketdingiz-ku. Qarsam bo'lmamdiki? Bizimning qizimga. Mening qizim degan bek chiroyli. Qarsa, qarxim keldi. Kitap ko'ribsiz qizim. Dana. Sizga deydigan bir gapim bor-da. Davering. Jiratgan yigitingiz bormi qizim? Apa. Qizim, siz mo'cham bo'lib qoldingiz. Ömürlük işiniz o'ylashmasak mı bo'lmaydi? Qanday? Bormi yo'qmi? Men qiziqmi apa undaq? Undaq paketda. Kim? Sen nima? Nerede ishlaydi? İsmi Cesur. Öz doktor.
Dadangizning doktorxonasida. Siz qanday bilsiz? Dadangiz tamoq olib kelgan. Qizim, agar jur'atgan yetingiz bo'lsa, vaqtida buni aytsangiz yana bo'lar. Nima? U sizga mos kelmaydi, Barna. Mencha siz ishingizga o'ylashib qo'ydim. Do'stim Jamilaning o'g'li yaqinda Amerikada o'qish bitirib qaytib keldi. U hozir bizning og'zimizga qarashdi. Appa, meni yaxshi ko'rdigan adamim Batusa. Bola, men degan sizning oppangiz. Men hech qanday vaqt sizga yomon bo'lsin demayman. Men surishtirib ko'rdim. Ularning oilasi bilan bizning oilamiz uchun faqat mos kelmaydi ekan. Shuncha uning bilan vaqtni munosabatimiz uzsangiz. Lekin o Jamila opam o'g'limni yaxshi ko'rsam, appa. Hay bola. Muhabbat deganicha to'ydan keyin yetishtirmasangiz bo'ldi. Appa, bu na, bir odatdagi doktorga nima uchun tartib ketsangiz? O'zim bir odatdagi yigitgan bu. Oilasi ham shundoq. Bizning oilamiz bilan shuncha farq va oila bilan biz qanday qudubochilik o'timiz? Va bizni o'ylab qo'ying, bolam. Agar u oila kelin bo'lsangiz-chi, bir umr jafo etasiz. Appa, siz o'ylagandek bo'lmaydi. Barna, hozir mening gapimni anglamasangiz, keyin opam hajab askartmab deganda keyin mendan ranjisiz qizim. Jinim, opam rost pushaymon qilmayman. Jasurga ishonmay, u meni baxtli qila oladi. Menga ishonib bo'lamdi, appa. Bo'ldi, bolam. Mening deganimdek bo'lsin. Appa! Buni materiallar. Yig'in xotirlari jami 11 ta. Buni ochiqib, turlarga bilib, menga aytib bersangiz bo'ldi. Ishdan tushishdan burun topshirib qo'ying. Ha? Nima? Qilamamsiz? Yaqay, bo'ldi, ishdan tushib ketkizay. Turing. Endi bularni. Kelar yillik yangi mahsulotimizning planlari. Buni doklad shaklida yozib, plan, tashviqot, strategiya bilimlarining ma'qulligini to'g'ri aytib bersangiz. Bunda qilamamsiz? Yaqay, buni ishdan tushib ketkizmangu deyman. Albatta. Bo'ldi, ishim may. Bir materialni bir taraf qilish uchun 15 minut vaqt ketsa, 11 dan material uchun 165 minut vaqt ketadi. Bu 2 soat 45 minut degan gap. Har qaysi bilimlarning fikrini aytish uchun 5 minutda 15 minut vaqt ketsa, yarim soat vaqt ishib qoldi. Hozirgi soat 2:30 bo'ldi. Men mangdim o'zi. Nega mangdim kelgan? Bir xizmat qilishgan, gap ko'rish taqay. Ha, bo'pti berib kel. Eras, Ra'no ko'rinmaydi, bir yakatimadi-da. Ra'no tushlik tomoqdan keyinla soqchi idorasiga berib kelay deb ketdi-ku. Bu qaysi oshxona bordi-ku? Qaysi soqchi idorasiga bordig'ini uqmadim. Ish qilib o'zi biroz jiddilashib qolgandek turdi. Senmize. Somkini jutirib aytgandiki, o'zing izlab baqsang bo'ladi. Necha kun qarab beqib, agar somki tepilmay qolsa, bu bolani men o'zim opirib maktab urlashtirib qo'yib kelay deyapman. Bu somka tepilmaydigandek turdi degina. Tepilgan taqdirda bu puldan umid yo'q. Tepilib qoladi-da. Bo'pti, men berib kelayimsa. Kech ko'rsa. Ha, bo'ldi, yo'lda diqqat qil. Ma'qulda. Somkini unutqanma, izlab baqsan. Ma'qulda. Xo'sh. Ha, ma'qul, xo'sh. Soqchixona bo'lganimda bekadi. So'ng sepis olqachon xabar olmamdi. Rahmat qiz, nelar yuriydi ekan.
Yarım gün işlesem bulamdı o. Buludu. Yarım gün işlemeyen sanzım buludu. Meşal işlevatqanlarning hammasi yarım kunda smenal yük ishlaydi. Ba'zilari tushdan burun, ba'zilari tushdan keyin. Siz muqim yarım kun ishlaymatsangiz, o'zingiz vaqtingiz qarab o'rinlashtirsangiz bo'ldi. Bir qaror keldingizmi? Ha. Unda bo'lsa, anketlarni to'shqizib, bizning bolalarga berib qo'ysangiz, biz aloqalashaylik. Çapat attınız. Rahmet direktör. Xizmat müdürü ish qilibdi. Müdür o'ltirdi o. Ishni qilmay o'tiramda. Bir ish qilayotgandek emas. Bo'lmasa qarab boqaymi? Ha, yo'q bo'ldi. Bo'ldi, ishingiz qiling. Baq, qo'shamiz. Ishni qilmay o'tirdi. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur to'g'risida aytganchayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur to'g'risida aytganchayi. Ayollar gülge okşaydı. Ayollar özünü tutuşni, özünü asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talalık deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşuki. Vətən erkin çıxırıcı. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşuki. Men Kamolat tish doktori. Tishingizni har kuni atdigan kash 2 vaqt tamoqdan keyin cho'tkalang. Har oyda 7 kun ig'iz chayqash suyuqligini ishlating. Kamolat ig'iz bo'shliqi asrash yurishdiki. Endi hozir bizningki ahvolimizda televiziya, teatrlar to'rda taqtiladi. To'rda bo'lgandan keyin buning kinoxonalarga o'xshab bevosita bilet setib, bilet kirimi orqali ma'lum qismida deydigan amal yo'q. To'rt taqtilgandan keyin biz ma'lum bir shirkatlarning, masalan, Şinjan Dilkan xalqaro savdo cheklanish shirkati tojdorligini oldi. U ma'lum mablag'ni berdi. Bu Nazifa alayhi talab qildi. Uningdan ozroq mablag' berdi. Yana birlari ozroq berdi. Shunday qilib, sog'in mablag'imizdan oz bir qismi buningdan to'liqlandi. Anadan keyin agar mablag' sog'icha kichkina nafga erishib qolsa, qizg'inligi shukur ko'tariladi. Kelaqatim ma'nodim yaxshiroq ishlasam, Dilkan xalqaro savdo cheklanish shirkati menga jiqroq pul berdi degan umidida yana bir filmga boshqa turishga boshlaydi. Agar unda bo'lmasa, birdan bu sohadan chekinib chiqib ketadi-da, shunga biz bu sohada o'zimiz o'tirib qo'yamiz degan gap. Hozir markazdan tortgangacha partiya, hukumat bu ishlarga, madaniyat ishlariga intayin ko'ngil bo'lyapti. Keng sharoit yaratib beryapti. Bundan afzal sharoitdan foydalanib, endi o'z Şinjan yarimlat xalqining baxtiyor turmushi, xushal-xuramligi, inoq ijil ittifoqligi, tinch turmush ifodalanadigan ko'pchilikning, ya'ni avam fuqarolarningki ko'ngliga yiqaroq hikoyalarni tepib, ko'proq shunday ko'ngil etish fursatini hozirlash, ammo shu kino ishlovchilarning, adabiyot san'at bilan shug'ullanayotganlarning burchi qaranglar, mas'uliyati u. Undan boshqasi bo'lmaydi. Endi bu bir sizlarga ancha-muncha bir to'g'ri deyaldimi, deyamadim bilmayman. Ko'pchilik ammolar bizning ustozimiz mushuni o'ylab baqsanlar bo'ldi. Ularning muvaffaq darajada aminachim ma kinoda ilonni ko'p emasga, mana shunday muvaffaq darajada ilon aralashtirishni cho'qim to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Ammo unda ishlameydi deb tushunishinglarni umid qilamiz. Chunki bu butun dunyodagi bu texnikadan hammasi o'xshashmaydi. Bu biz qochib ketadigan ahvol emas. Agar nurg'un pulimiz bo'lsa, ilanma qo'shmay, o'zimiz pulni chiqarib ishlab baqa taqib
Unda imkoniyat yo'q. Xafa bo'lmaysizlar. Unda odammi yo'q. Unda ishlar balkim bektas. Şuna bu bir. İkinci özümle tushuntirib qo'ydiganim hamda menmi qaranglar. Bir necha programmalarga qatnashdim. Suratga elish qatnashyapman. Bir necha shirkatlarning obraz vakili bo'ldim. Qana qilaman? Men Şinjan Kerimlat xalqining farzandi. Nurg'un chiyalar, shu sohalar hozir 30 yil adabiyot san'at safida ishlab turgansa, shunga sening yuzingdan foydalanib biz o'z mahsulotimizni xalqqa tezroq bildirib olaylik degan iltimosni qilib keldi. Men uning oq ko'rinishini bilmay qarindoshlar. Balduroq bilsa, ash odamning mahsuloti balduroq haq tunutishni bilan balduroq setiladi. Setilsa, o shirkat beqiyotgan hech bo'lmaganda 20-30 odam eng tuvan turmush kapalatiga ega bo'ladi. Maash oladi, maash ashuladim. Endi uning mahsuloti tunilmasa, setilmasa, xuddi boya so'zlab o'tganga o'xshash bu shirkat qurishdan yaltiyib qoladi. Mahsulot ishlashdan yaltiyib qoladi. Biz davomli Şinjan Kerimlat xalqimi dunyo ahliga o'xshash relsda menishimiz kerak. Taraqqiyotda tang bo'lishimiz kerak. Bizmi taraqqiy qilib madaniyatli odamlar to'piga aynimiz deb shunday ketayotgan taraqqiy qilayotgan odamlar cho'qim kallimizni misl ko'yib ilg'or ideya bilan har bir ishni aytdi so'g'aqqonlik bilan hayajonlanib ketmay yaxshi tadqiq qilib ma tarafini ko'rib ba tarafini ko'rib shunday muomala qilganimiz yaxshi. Albatta dunyo relsi bilan tang sur'atda menishimiz uchun nurg'un badal to'lashimiz, kallı işletişimiz, cevap mashaqqat tortishimiz kerak. Shunda bo'lganda andın saviyalik adamlarning qatorida bo'lamiz. Endi butun dunyo mana mushunda o'xshash bir taraqqiyotga ketyapsa, bizda unda bo'lmasligi kerakdi. Biz kinoni ishlabsan, qilganing yaxshi bo'ldi, lekin nima ishni e'lon qilib qo'ysa, uni biz e'lonni ko'rmaydi, kinoni ko'rdi deb turasaqmi balkim bu bilan sal qiynab qo'yishimiz mumkin. Menmi shu jumlada o'zimning mas'uliyatimni ado qilish yoki shu chiyani, shu sohani bir qo'llash. Chunki dunyo boya deyishgandek mehr muhabbat bilan go'zal deyishdi. Mening qo'limdan keladigan bir ish bilan balkim shu sohani, shu kasbning yoki shu shirkatning ma'lum ishlar ilgari surilib qolsa, unida ko'p chiqaraq yaxshi ish yuz berdi shu jamiyatda. Buni hukumatmi qo'llaydi qaranglar. Shuning uchun apoqlitonlar ba'zi narsalarda kam qo'saq bo'laydi. Shu dunyoda kam qo'saqlik yengilmas bir qurol. Qaranglar, kam qo'saqlikni o'ziga qurol qilgan har qanday odam dushmanlardan chuqum g'olib keldi, yengilaydi degan gap bor ko'nlarda. Buni kunzi, mingzi degan vaqtlarni tatib Jo'nxor xalqi undan biladigan haqiqat. Şuna nurg'un ishlarda o'zaro kam qo'saq bo'lib, o'zaro tushunishaylik. Shu Şinjan Dilkan savdo shirkati tojdorligidagi ota arzusi degan kinoning markaziy ideyasi shu. Kam qo'saqlik, mehr muhabbat, mamnuniyat. Bundan boshqa gap yo'q. Ko'pchilikka rahmat. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilimdin, tapalmasın cay, cilveger gülnün tikini birge, güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Cilveger gülnün tikini birge, güzel dur yüzüde dağ bulsun ay. Kısmetler hemmige o'xshashlar qiyin, o'zgarmas haqiqat hayot va
qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol